bu yo'lda yurtining bir hovuch tuprog'i uchun jon berishga tayyor mard va jasur o'g'lonlarni atrofimda jamladim. Zotan vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Tayyormizmi? Uni desa shamolday samanim. Bor bo'lsam shamanim, bo'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq bo'lsa, Mendirman o'sha, mendirman o'sha. kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha, mendirman o'sha. Yurtim har qarich yeri orimdan ulug', suygan farzandlarimdan yorimdan ulug'. Nada or, nada yor, borimdan ulug'. Ming jondan bu tuproqning har gardi afzal. kim buni ko'zga sursa, Mendirman o'sha, kim buni ko'zga sursa, mendirman o'sha, mendirman o'sha. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga. Yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga. Yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq bo'lsa, mendirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. kim yurtiga sodiq bo'lsa, Qoch bola, qoch. Assalomu alaykum bugungi marafon ishtirokchilari. Bugungi marafon ishtirokchilari bizni respublikamizni oltin meroslari bo'ladi. Bugungi tadbirda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida yugurish marafoni ishtirok etib, faxrli 3-o'rinni egallagan Abjabborov
Sardor Abdullayev Asilbek, faxrli birinchi o'rinni egallagan Zoirov Islombek taqdirlanadi. Kun keladur yovlarning bog'i so'lgaydi, vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydi. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydi, millionlab mangu berdi bo'lar u mahal. Hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha, hay ona o'g'il tug'sa mendirman o'sha, Keng yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha, keng yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha. Sport marafoni taqdiri o'z nihoyasiga yetdi. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana hozir tuman hokimi Shuhrat Begimqulovich tashabbuslari bilan hozir barcha sportchilarga sho'x-sho'x kuylar qo'yib, mana shu yerda o'yin kulgi qilishlarini tarafdorlar. Assalomu alaykum. Tumanimiz yoshlari mana bugun muhtaram prezidentimizni tashabbusi bilan mana shu Bekobod tumanida yangi nafas bo'yicha mana shu yugurishni, sportni yugurish turi bo'yicha marafon o'tkazildi. Mana shu marafonda qatnashib faxrli birinchi o'rinni egalladim. Mana shu munosabat bilan menga zamonamizning eng zo'r velosipedlaridan birini taqdim qilishdi. Xudo xolasa mana minib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Avvalambor mana prezidentimiz tashabbusi bilan yangi nafas shiori ostida o'tkazgan marafon musobaqasida faxrli birinchi va ikkinchi o'rinlarni qo'lga kiritdik. Bundan juda ham xursandmiz. Avvalambor shuni tashkil etgan hammalarga minnatdorchilik bildiramiz. Yanada bunday musobaqalar ko'payishini xohlab qolamiz.